أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأما التي تتعلق بزمان الإمساك زمان الإمساك işkitürlük diyen birincisi umumen hem de falan ayda roz tutmaz diyen vakit yani birisi tutuşu vakti her günü mesela saat neçince ya bundan gün batışkı diyendek. Yani roz tutuğa vakt iki türlük. Birincisi kaysı vakit kaysı ay mesela. İkincisi kaysı saatler diyendek. Yani kaysı saatlerde roz tutmazsa fe innahum ittefaqu ala enne ahirahu gaybubetiş şems. Varlık alimlerin isbak bilen gün petişi bilen roz tutuş ahirleşidir. Bunu da isbak ki. Albatta ama ittifaq bo'lgan masalani boshda divitiplam qilinsa qaytaydi. Asli boshdan boshlash kerak. Mana tutish boshlanish vaqti. Liqawlihi ta'ala thumma atimmus siyama ila al-layl. Shu ro'z oyatida thumma atimmus siyama ila al-layl dedi. Kechigacha, kechi qachon kirdi o kun bitishidan. Aytam hijriyda kechilik kalendar bo'lg'achqa namasham bo'z kun passa yana bir kun chirdi. Shuna laylatul juma degani payshanba kech. Juma kunning kechisi kunduzdan burun keldi degan. Bugün mesela Leyletul Hamis. Perşembenin keçisi çırp buldu. Peki ma nemi kalendarıldı yani kalendarıldı. Mesela keçi saat 12'den başlasa yani keçi saat 12 kadar ayağdaki keçini hesabı. Kalendar boyunca hesaplarsak şu keçe namaz şamından başlandı yani yeni bir söz keçi deyin gün petişi. Adetime Araplar mı şuna burun şu tarihini okusak, tercümalını okusak ma aydın mançı keçi ötkenliğin keyin mançı keçi qalğandan keyin keçiler hesablaydı bo'ladi. Mesela fi 14 leyla halat deb qo'ydi. Ko'pincha ash kunlarni keçiler hesablashadi. Keçi burun kirganlik uchun. Vaqtalafu fi awwala. Endi talashtash bo'lganini aldirmay bayon qilish uchun ixtiloflarni endi. Faqala al-jumhur. Qachondan tortib boshlaymiz deganda ixtilof bor. Ko'pchilik olimlar va tulu'ul fajr al-thani al-mustatir. Başlangan vaqt shu mustatir degan to'g'risida keng taralgan fajr shu tong atsa, tong atishi ikki xil. Mana tik uzun siziqdek yajibdek tiklam, turikdek undalam yurish, da kun chiqish taraf qarasak, unda tik yurib qolsa bu fajr kazi. Yurib keyin yana bir qarang bo'lib ketib, keyin unda to'g'risida yuradigan shu. Shu mustatir degani to'g'risida yani. Bu zo'liqlar vaqtmi bormi? Bu hozir biz ash zo'liqni to'xtatiga vaqt. Yani o'zini itiga vaqt shu. Unda hesablasak bu bomdatdan keyin bo'lib qolamda u? Ya bomdat kiradigan vaqt shu. Shu chaqda undan bomdat vaqt bo'lgan chaqda biz ro'zani tutamiz. Bomdatdan boshlanishi-mi? Ya bomdatdan boshlanishi. Bomdatdan boshlanishi. Lekin masalan ma Misrdan odatda bomdatdan baldirib qoldi-ku boshqa yerga qaraganda. Qaysining nima misollamazdan? Misrda amaliyotda boshqa jutlik qaraganda sal burun o'qiydi bomdat. Biz shu shariatda bekitgan vaqtni hisoblaymiz. Ma davlatli bekitvaga hisob biz mulzam emas. Bular endi xato odatlanishi mumkin, xato bekitish mumkin. Lekin bizning asosligimiz shu bomdat vaqti falan vaqt, zo'rlig'ini to'xtatib ro'z tutish boshlagan vaqt falan vaqt degan shu hisob. Ya'ni shu hozir bayon qilyapti. Lekin bu vaqt xato vaqt emasmi, sizning vaqti shu? Namozdan sal burun. Oldingi vaqt shu-da? Oldingi vaqtim bo'lishi mumkin, lekin sal burun. Bu burunni qanday mo'ljallash mumkin desangiz masalan bu nisbiy chiqar masalan biz rasmiy yo'riqlik qarab manda tekshirib manda tajriba bilan bekitmaymiz biz faqat shu azan chiqsa shu yurtning odamlari bekitgan shuni hisoblab qaraymiz bu masalan Misrda Saudiya Arabistonning boshqa yurtlarida o'xshamaydi bundan vaqt bir bo'lishi kerak nima uchun o'xshamaydi chunki bekitishda ilgari kim bekitgan masalan Saudiya Arabistonda 20 soat farq bor desakmi uni farqi yo'q hisoblab baksak masalan Saudiya Arabistonda azan chiqqan vaqtda misha chiqish kerak. Ama 20 soat burun 20 soat burun chiqsin Saudiya Arabistonda. Undaki 20 soat keyin chiqsin. Lekin hamma vaqt namozning vaqti 20 soat burun bo'lsa, bomdatning vaqti tang bo'ladi Saudiya Arabistonda. Ya'ni mishadin hatta bizning vatanga nisbatan misha namozdan yenib, uyga chirib, rav sodiqni bo'lgan chaqda unda vatanda azan o'qilishi mumkin. Bunisi bu azan o'qilib 20 minutdan keyin 25 minutdan keyin namoz o'tirdi. Namazda 10 minut 15 minut o'qiydi. Ondan uyga qaytamiz. Demak, azan chiqib 40 minut o'tgandan keyin bizning vatanda birinchi azanni o'qiydi. Davomdan keyin bu ilgirkilik bor. Lekin Saudiya Arabistonniki shu normal desak, mana Misrniki haddidan tashqari burun o'qitadi. Ham Misrning vaqtini burun bunda bekitib olgan deb odatda gap bormi shunda.
Ölüm adı bunu talaş taşıyan mesele. Gallı olan mesele bana. Tabii vaxtida Abdülmaqsud degan ansarisining adamı. İşte azan chiqayotgan vaqtida ashada etkab turib bir narsa yedib qo'ysak, ba'zilar bo'lmaydi azan chiqayotgan vaqtida narsa sayang deb keyin so'ragan vaqtida Misrning azani burun chiqdi, ulmonashda ulmonlar ittifoq azan chiqayotgan vaqtida bir narsa yesa, Ramazon bo'lardi. Chunki bu azan haqiqiy vaqtidan burun aytilgan. Burun aytilgan. Şu an Ramazonda mesela azan chiqib qolsa, tomoqalayotgan bo'lsam, davomlashtirib azan to'xtatsa, hech bo'lmasa, yeyitimi. Çünkü bu yani hadiste mi şuda onunla. İnne Bilal'en yu'ezzinu bilaynin. Fela yagurrannakum ezan Bilal de pağa. Çünkü şu çağda Resulullah vaxtida ilgirkin okuydu ki. Mesela zorluk ediğinanı yiyelanlardır. Bunu yenipçe. Teheccüdü yenip zorluk ediğinanı bamda bulay dep kaldı edip. Bunu agahlandırıp koysan berip zorluk kılıvarsa onun ikanını İbn-i Mektub'un arzına andan çıkıyor ki. İlgiren bir yerde. Peki hazır bir yerde ölçem de mağazisa biz aşağı. Soğurlukını toxtılığa vaq. Yani roz başlayan vaq. Tulu'ul fecr thani el-mustatir. Mustatir kan sözlap başladı. Yeyilgan yamul. El-abyad. Akırda işte. Gün çıkış tarafında akırda. Li-thubuti zâlike an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih hadis var bunun da. Yani hatta yastatir de. Sahih Müslim'de hatta yastatir de hadis. Yani hadduhu bil-mustatir. Demek aşı mustatir dep bunun çekçirisinden bekitip koyaş sahih hadiste ispatlangan demek çemen değil. Hatta da anda belgilep koyaş. Mustatir dep belgilep de sahih hadiste. Ma meyada subutni Hadis sahihayn de ba'd demek çemiş. Mektebden sırada ya muttefakun aleyh ya sahih Müslim'de ya Bukhari'de bana sabit hadis sabit demek. Ya sahih Müslim'de hatta yastatir dep sahih Müslim'de. ولظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما هذا zahir deymiz. Zahirini bizim deyende usul fıkıhda. Nas'tan keyin keldi. Nas degan hiç qanday ihtimollik yo'q. Lekin zahir degan 90%, 85% bildirdi ama 15% ehtimollik bor. Çünkü 15% bu yerda odatki jibni bildirishi mumkin. Ama khaytul abyad degan so'z. Bunda Araplama şu nimada zahirini tushunib qolganlar bor, sabilding shu. Aqshib bilan qarjibni yostiqning ostiga qo'yib, qarab qo'ydi, yana ko'tarib, yana qarab qo'ydi. Bu ikkisini aniq ayirmag'icha degan bo'ldi-da. Masalan, aqshibni paxtalardan bo'g'icha degan bo'ldim. Ya'ni zahirini olib qo'ysa. Sonra bu qarab qo'ysa, tang yurib ketdi, shuni paxtamadi-da. Keyin Rasululloh desa, sen buni tushunmay qolsan. Agar undan bo'lsan, kecham uzrab ketmamdi. Yani innaka al-aridul qafa degan so'zim bor, misol qapoq kallaygan sargandek bo'ldim. Tegini tushunamabsa degandek-chi. Mesela vaqtida sizlar meninkini baldur dedik, mesela azan chiqargan bir narsa siz durust turibsizlar. Mesela shu o'z vaqtida chiqqan azan bo'lsa azan chiqishdan to'xtatib qo'yishlar. Albatta. Hatto azan chiqishdan ilgari bir 50 oyat o'quvchi Rasululloh shunda to'xtatgan bo'lgan ekan. 50 oyat atrofida 10 minut mesela burun to'xtasi. Xotirjam bo'lishuncha. وشذت فرقة فقالوا هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض. Yani bir grup alimler ayrım çıkıyorlar cumhurdan. Ne depti insanlar? والفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض. O başta akarış nama. Akarıp bulup onun asla gün çıkartganda kızgıç olaq oldu aşağı. Şafak payda oldu. Kızgıç olan yani aklık bilen kızıllıkında aralashganda bu vaqt şunu deymez deb turibdi. Yani şu roz tutishni boshlaydigan vaqt demakchi. Yani yo'rg'an vaqt yani. Yo'rdi lekin kun chiqmadi. Shu chaqdan uni to'xtasa, uni o'chi esa mayli deb turibdi. Xuddi bundan o'qib olgan bo'lsam-mi, sal yo'rg'anda kun chiqmagan bo'lsa shu chaqqa qadar yeysan bo'ldi degan. Va huwa nadhiru ash-shafaq al-ahmar. Bu shafaq al-ahmar qachondiki shafaqda kun patgan chaqda Shamdan bu keyin keldi. Sham bo'lib bo'lgan ekan, bunda kun patdi. Patqandan keyin mesela bunda nima bo'lsa kun yer bunda nima patdigo ketib bo'lganda ma quyoshning yo'riqligining qizg'ishligi bu yerda bor. Bir xil qizg'ishlik bor bu yerda. Shuni shafaq deydi. Shuningga o'xshatib bu kun chiqishdan ilgarimi bunda qizg'ishlik seriq nimasa ayaga sho'lisi tushgan bo'lsa, biz ko'rgan bo'lsa, shuni deymiz deb turibdi. Va huwa mariyun an Hudayfa va ibn Mas'ud radhiyallohu anhuma. Sahabenin karşı iken bu. Ve sebebi hadal khilaf ve ihtilaful athar fi dalik. Hadis yak asarlar veya da okşamadı. Yani bir sebep iştirak ismul fecr. İştirak diyendim diyen toq. İştirak diyen nima? Lafzul vahid yadullu ala ma'anin katira. Fecr degan so'zmi bir necha ma'noni bildirib qoladi dedi.
Yani ennehu yuqalu alel ebyadi vel ahmari. Fecr diyen söz, yani tan etiş diyen eqiş atqanını bildirgan, kızgıç atqanını bildirgan. Bu narsani yerib chiqqan. Fecr'ye yerilip etilip çıqqan, yerilganını bildirgan ekan. Bu da keçinin qarang'iligining o'tirdan bir yo'riqlik yerilib chiqqanday. Wa amma al-athar allati ihtajju biha faminha hadith az-Zirr an Huzayfata qala tasahhartu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa law asha'u an aqula huwa an-naharu illa anna ash-shamsa lam tatla'. Demek bu hadisdan da bu Nesai rivoyat qilgan hadis. Huzayfa radhiyallohu anhu debdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zo'liq yegandim. Endi shu zo'liq yegan vaqtimda kunduz desammi, deyta olayman. Unda yurib ketgan. Faqat unda kun taqa chiqmagan. Men yuribdi, kun chiqmagan. Odatdan shu soat 6:30 shuna bo'ldi hozir. Wa kharaja Abu Dawud an Qays ibn Talq an abihi annahu sallallohu alayhi vasallam qala kulu washrabu ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ. Demek var Resulullah hadisede yep işi verenler dedi. ولا يهيدنكم degene sizin bir aram qilib qolmasin degan. As-sati'ul musa'ad tik chiqqan yo'riqliq yoki nur saadiga o'rildi degan bo'ldi-ku. Tik o'rilgan yo'riqliq sizni bearam qilib qo'ymasin. Voy, tang etib qopti deb zo'liq to'xtimiz deb qolmanglar demoqchi. Shunga fakulu washrabu hatta ya'tarid lakumul ahmar. Bearam qilmasin, sizlar yeb ichaveringlar. Qachongacha edi? Ash qizil yo'riqliq to'g'risqa ko'rangicha sizlarga deydi. Ya'tarid degan shunda to'g'risqa demoqchi. Zaviyatin shu oq nurni shu jumhurlik qilinganda oq nur degan hozir men ikkinchi qarashning dalili bor. Abu Dawud deydi: "Va hada ma tafarrada bihi ahlul yamama." Ahl yamama shu tarafdagi xalq rivoyat qildi buni, boshqalar rivoyat qilmadi. Va hada shuzuz. Shuzuz yani nima? Hadis ilmida muxolafatu siqat. Bakra kuchlik, bakra sahih bo'lgan hadisga xilof qildim. Oyat hadisning unga xilof dedi. Fa inna qawluhu ta'ala hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad bu so'z nassun fi zalik dedi. Aw kan nas desam salalqa 10% 5% ehtimolliqni qo'y. Aw kan nas deb qat'iyni oldi. O'rin qo'yib qo'ydi. Chunki oyat zohir degan emasmi? Shu zohirimda. والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير أما شو جمهورninkini rajih qildi shunami? Endi ko'pchilik olimlar o'sha abiyadul mustatir dedi-ku, to'g'risqa suzilgan oqliq dedi. Mushuni fajr deymiz, ya'ni tuluq fajr deymiz. Umul jumhur bular mushunda qaragan deydi. Val mu'tamadu. Demak, mushu qarash biz hisob qildigan, inoat qildiganimiz mushu deydi. Bu tugdi. İxtalafu fil haddil muharrim lil akl. Endi jinchka shu faslni bekitaylar degan masalada yeb ichish zodi qachon zodi harom bo'lib ketgan vaqt fasil tam qaysi. Faqala qawmun huwa tulul fajr nafsi. Ash tang etishning o'zi shu debdi. Tang etishning o'zi yemek ichmagan harom qiladigan vaqt shu deydi. Wa qala qawmun huwa tabayyunuhu 'inda an-nadir ilayhi wa man lam yatabayyanhu. Fal aklu mubahun lahu hatta yatabayyanahu. Bular debdi, yemek içmekning harom qilinib ketgan vaqt qachon? Ash kun chiqishga da qaragan kishi shu kishiga aniq ko'ransa tang atqanligi. Shu chaqda andin yeb sharam bo'ldi. Lekin aniq ko'ranmasa, bu chaqda yavas bo'ldi deb. Balki tang etib bo'lgan bo'lsin, bu aniq ko'ranmabdi. Sen yavrisa deb. Boshqani qarash, farqi bor. Endi buni qarab tang atqan uqanmagan odamchi qanday qiladi? Aniq ko'rganga qadar yapışırsa deydi. Ve in kana qad tala'di. Yani chiqib bo'lgan bo'lsa-mu, aniq ko'rmaysan yapışırsan bo'ldi. Endi bu farqini deb bakalım. Faidatul farq annahu idan kashafa anna ma dhanna min annahu lam yatla. Tang taqa atmadi deb o'ylab qilib, kana qad tala o'ylab qolgan bo'lib, keyin chiqib bo'lgan bo'lsa dedi. Masalan, bu 6:30 bo'ldi hozir. Bu chiqmadi deb 7:00 yavadi. Keyin boshqalar ko'rganlar aniq ko'rgan. O 6:30da bu tang etib bo'lgan dedim. Bu o'zining xatoligi keyin ayon bo'ldimi? Mana da foydasi chiqdi dedi. Faman kana al-haddu 'indahu huwa at-tulu' nafsuhu. Yaqash tang atqanni zodi sen bilsang bilmasang tang atqan bilan bo'lsa, bo'ldi. Vacib bo'lgan vaqt shu. O'zini shaqaysa deydigan qarashdilar. Vajib alayhi qada. Sen tang etib bo'lganda yeb ichibsa, bir kun qazosini qil deb turib oladi deydi. Wa man qala huwa al-ilmu al-hasil bihi lam yujib alayhi qada.
Ani ikkinchi qarash qila, yo'q, men bilsam andin hisob bo'ladi. Men bilmadim uni tabayyun qilmadim. Undan keyin men yapishivasam bo'ldi deb turgan bo'lsa, uning qazosi kelmaydi. Uning o'z oldiga to'g'ri. Va sababul ixtilafi fi zalika, bunga talashtasning sababi al-ihtimal alladhi fi qawli ta'ala va kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr degan mush oyatga ehtimolliqdir. Hal alal imsak bit-tabyin nafsihi aw bish-shay'i al-mutabayyani. Demek bu şeyde roz tutuş, nemek çetişler, aşın bilişkimi, yani tabayyin diyen aş biliş. Ev bir şeyin mutabayyin, yani inek bilindiğin aşın nesimi, yani tolol fecrigi mi? Demek hazır tolol fecrigi münasebetlik mi? Ya ki şunu bilişimizgi münasebetlik mi? Fekennehu qala ta'ala ve kulu ve şrebu hatta yetebayyene lekum khaytul abyadu minel khaytul aswad. Liennehu idha tebayyene fi nefsi tebayyen lana. Aşı ak yorukluk, karılıktın ayrılıp inik olgan kadar düzgünde. Bu inik ulaş hem de kanda üzü inik ulaşma ya bizge inik ulaşma. Hem de üzü inik olsa bizge inik oludu deyiş mümkün. Fe idan idafetu tebyin lana hiyelleti evqatil khilaf. Demek bizge inik oluş meselesi hemşehde talaştarsın keltirip çıkanlar söyledi. Yetebeyyene lekum deki. Lekum ha bizge inik oluş. Sizlerge inik oluşu. Yetebeyyene alam deb koygan bolsa bu çağda özünün çıkışı deydi. Adette şu günün çıkışı ve kezala bizge tebeyyün oluşmuş. Şu adet bekrek toğra. Nima uchun desa, kun tuqqandan keyin 7-8 minutdan keyin bizga tuqqanligi ko'rindi. Shu chog'da ko'rinmaydi. Chunki ashi chiqqan vaqtda oraliqdagi nima ko'rinish bizga 8 minutdan keyin undan yetib keladi. Nurni deysiz. Surati do bilan kelsa shu 8 minutda undan kelib, kun chiqdi deymiz. Amaliyotda kun 8 minut ilgari chiqib bo'lgan. Chiqqan vaqtida biz kun chiqmadi deb o'tirar ekanmiz 8 minutgacha. Ya kun chiqmadi, shun chiqmadi. Nurni dediğin estetik oldu var. 300 bin kilometre. Nur surati, Nur surati. Biz fizikada shuna o'qidik ham 3 kilometrdan 18 kilometr 300 milyon ma'ina 600 yil o'qidik fizika 600 yil nurni tuzib o'tib qolsa 300 milyon bo'ladi. Tekshirib boqamiz. Ha, tamam. Demak, endi mushu bizga ko'ringan vaqt shu hisob deb qalsak, mushu nimaga tushib qoldi ekan? Quyoshning bizni ko'rinishi bilan o'xshab qoldi ekan. Chunki biz ko'rgan joy hisob qilamiz lekin chiqqan vaqtda o'zi hisob qilsak bu 8 minut oraliqda xatolik sodir qilgan bo'ladi. Beshima biz ko'rgan 5 bo'ladimi? 5i azroq chiqqan bo'lsa, shu 5ning azroq chiqqanligi bizga 8 minutdan keyin ko'rindi. To'liq chiqqan bo'lsa, to'liq chiqqanligi bizga 8 minutdan keyin ko'rindi. Chiqib bo'ladi. Undan keyin o'sha yatabayyana lakum degan so'z bu yerda sizlarga aniq ko'rangicha deganni bildirdi. Nima inchikib yerdan chiqirdi? Ma oyatning o'zi lakum degan so'zni akilishi zot bakamasda. Hozirga uchta bir qo'l qilgan درس لأن العرب تتجاوزوا لأن العرب تتجاوزوا فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء. Araplar majazan bunda işletildiği adeti var Arapның. Yani kerak qildigan narsani qachida burun qildigan narsani o'rnida ishlatadi. Ala vajil istiara. Istiara degani nima? İstimal lafz fi g'ayri ma wudi'a lahu alaqatul mushabaha. Lekin g'ayri mushabahasi nima bo'ldi? Majaz mursal. Hozirga hal imsaki bittabayin nafs degan tanishlikmi? Yo'q, aşı bizga ko'rinishning o'zi. Bittabayin nafs. Ha, biz ko'rinishning o'zi. Yani bir seandan chiqishning o'zi. Demak, hozir chiqqan vaqt va biz ko'rangan vaqt va ma vaqtimi chiqqan vaqt shu hisobmi biz ko'rangan vaqtmi bo'lsa ko'rangan vaqt hisob. Adatan namozning ishlarimiz shunday-ku. Shu kunning qanchaga bo'lgan chiqqanini tiklashganini vaqtida mana patqinni biz ko'rgan vaqtimizni hisoblaymiz. Balki u undan ilgari chiqib bo'lgan, petib bo'lgan bo'lishi mumkin. Yani shariat shu vaqtga bog'lab qo'ydi. Ma yatabayyan lakum degan so'z bor, mana jinsiy so'z ekan. Sizlarga ini qo'g'icha dedi. Yani kun chiqqicha demadi bu yerda. Tong atqicha demadi. Sizlarga ma'lum bo'lgan qadar. Ya'niki bir şeyil mutabayyin shu kuchli bo'ladi. Ya bu tuloqdi. Tuloq oldu. Tabayyun nafsi oldu. Bundan yani 8 minut canlandırma. 8 minut qisqaraydi. Agar chiqishning o'zi bo'lsa 8 minut qisqaraydi, lekin bizning ko'rishimizda 8 minut kechikadi, masalan. لأنه إذا تبين في ناس تبين لنا فإذا إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف لكم دي يتبين لكم دي سوزن شنو تراشتات پیدا oldu. لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا. Çünkü o çıkıp boğan buluşu mümkün. Lekin biz de onu görmedik. Nadir degandek şu 8 minut ilgari chiqib bo'ldi, lekin biz ko'rmaymiz. 8 minutdan keyin ondan ko'rmaymiz. Agarda yatabayyana lakum demagan bo'lsa 8 minut vaqtda. Va zahirul lafzi yujibu ta'alluq al-imsak bil ilm. Zahirul lafz lakum degan so'z bor.
Bu zahir shunday ham qarasak, bizga ayon bo'lguncha yeb ichib tursang bo'ldi degan bo'ldi dedi. Ya? Tang atdi deb bilguningga qadar sen yeb ichivsan bo'ldi. Ondan tang atdi degan chaqda ondan to'xtasa degan bo'ldi. Tutsa degan bo'ldi. Vel qiyas yujibu taalluqu bit-tulu nafsi. Ama qiyas qilsaqcho boshqa ahvollarga o'qishib baqsaq, bu chaqda kunning chiqishi o'z hisob. Ya'ni qiyasan alal g'urub. Nimaga qiyas qilsa desa, kun petishqa qiyas qilsak, petishning o'zi edi. Va ala sayr hududil awqat ash-shar'iyya. Uningdan boshqa shar'iy vaqtlarga kun tiklishish, qayrilish degandek. Shu vaqtlarga qiyas qilamiz dedi. Shunda shu chiqqan vaqt hisobda dedi. Ya chiqqan vaqt degani o'sha biz ko'ringan vaqt shu. Shundami? Shu chiqdi deb bilamiz-ku shu chaqda. Shuni demoqchi. فإن الاعتبار في جميعها في الشرع وبالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به. Yani bu adammış kitap yazılgan vaqtlarmi chiqqan vaqti shu biz ko'rindigan vaqt deb qaraydigan bo'lishi mumkin. Ama yani hozir bu 8 minut burun nima qilibdi, andan bizga bu ko'rinish anda yetib keldi deganni tadqiqan bo'lishi mumkin. Shu yerga hozir muallifning degani ashning o'zidan chiqish shu deydi. Bu chiqish shu degani shu bizga shu 8 minutdan keyin ko'ringan vaqt shu. Lekin ikkinchi qarash nima desa, bu 8 minutdan keyin ko'rinib bo'lganini biz uqmasak, bu chaqda bizga nisbatan taqa ayon bo'lmagan bo'ldi demoqchi. 1000 yil ilgari yashagandan odam 1000 yilga yaqin. Vel mashhur an Malik, hamda Imom Malikdan mashhur degandigilar nimani bilamiz? Mashhur bo'lgan ya'ni bir necha qarash borliqi. Bir qarash mashhur. Buning muqobilda mashhur emas, bir qarash ya 2-3 qarash borliqi. Ve aleyhil cumhur, köpçülük alimler mi şunlarla bilirken, ennel ekle yecuze yettasıl bit-tulu. Yiyiş mişade tan etiş kadar devamlısı buludu dedi. Tan etiş kadar devamlısı buludu. Ve qile bel yecib el-imsak qabla tulu. Endama qile degen gayril meşhur. Aleyhi cumhur dine Malik'in cumhur değil mi? Ya yakın bu köpçülük alim. Başka mezhebin. İkinci qaraşı azdırak qaraşki meşhurunun mukabilde azdırak qaraş. Bel yecib el-imsak qabla tulu. Tan etişte ilgiri sel azrak vaqt ilgari to'xtab bo'lishing kerak demoqchi. Ba'zi nimada liqa'at o'qitsak arliq vaqtda degan nima balki shuni tayansim balki ehtimol. Wal hujjatu lil qawl al awwal birinchi qarashning dalili ma fi kitab al Bukhari adunhu fi ba'd riwayati qala nabiy sallallohu alayhi vasallam bu hadis Buxoriyda bor edi. Lekin ma lafzamda ba'zi rivoyatlarda degan shu Buxoriy hadisning ba'zi rivoyatlarda bu rivoyatda Buxoriyning ba'zi yerlarida kelgan bo'lishi mumkin, ba'zi Sahih Muslim kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni shu hadisning o'zining lafzi ba'zi rivoyatlarda o'xshamaydi. Lekin bu rivoyat Buxoriy kelgan bo'lishi mumkin, Sahih Muslim kelgan bo'lishi mumkin. Qala nabiy sallallohu alayhi vasallam wa kulu washrabu hatta yunadiya ibn Maktum mana. Fa innahu la yunadi hatta yatlu'al fajr mana. Bilalning azniga gullab ketmanglar, aldirab meni to'xtatmanglar. U bek yerim kechida endi bek burun azan aytdi-da, liyarja qaimakum ha. Uxlayotganlarni o'g'inib zo'liq yivasin deb, tahajjud o'qiyotganlarni uyga qaytib zo'liq yivasin deb bunda aylantirib o'qiydi. Shunsiz uningga gullmay, maktumning mush azning asosini andin nima qildi. Chunki u ama kishida onun başqalar oy tang atdanda azan to'lislar demigicha azan to'lmaydi dedi. Lekin bu yani maqtu yani. Jaz rasmi tang atgan chaqda undan to'laydi bo'ldi. Va huwa nassun fi mawda al-khilaf. Demak mushadis mustalash tasnimizda nas darajalik dalilandir. Yoki nas qilgan zahir 95%, 98% endi. Val muvafiq li zahir qawli ta'ala yani ayatning zahiriga udul kildi bo'ldi. Kulu vashrabu hatta yadlakum al-khayt al-abyad degan. Demek tan atsa anda yetabayyan olduğu bizge nispeten yetabayyan olduğu. Ve men zahaba ila ennehu yecib al-imsak qabla al-fajr. Anda tila deganlar aziz qarash tikila fajriyan ala al-ihtiyat. Ihtiyatan tan etib qilib biz yana yepishib o'tag'in bo'lib qolmaylik. Diqqat bo'lsin. Xotirjam bo'lsin ko'nglimiz. Va saddan lil-dariya. Ba'zi qavmda degan bunda qarash bor. Taxib biz nispeten bo'lmadi. Bizden yapışvasak buldu, onda fasıkla bana kılmamızın demek. Ve huve evra'al kavleyn. Karışının en takvadarlıkı yakırrakıdır. Vel evvelu aqyas. Lekin kıyaska seliştirsak, bu kıyasta en çürüğünü birinci karıştır. Kaç kıyas karışsa başka namazdan vaktlarını şu vaktini kıldık mı biz? Mesela da bu kıyas kanda azı. Mesela gün patkandan keyin aslan vakti ketdi deymiz o. Birisi mesela gün patkanına uçmay, patmedi de o'ylab qolib. Ya o'yinchi so'roqliq odam kelmoq, taqa, yo'roq u bu da.
esir o'qibdi kun petib bo'lganda. Bu chaqda qazo qilibsiz, vaqtida o'qimabsiz deymiz ama yo men o'qimadim degan baka deydi. Men ro'zdiman shunda. Aynan. Ama kun petishdan ilgari bu masalan kun petib bo'ldi deb o'ylab qolib namoz o'qibdi. Namoz o'qigan 15 minutdan keyin qaysi amdi taq namozga azon chiqayotgan. Navondan qayta o'qiysiz deymiz. Nima? Hisob emasmi burun? Shuni o'xshash, ma'lum hisob emas deymiz. Xato o'ylashingiz demak. Vallohu a'lam. İkinci aciz degani tang etishdan burroq sen ro'zasini boshlab bo'lishing kerak. Ya'ni og'izdan taqaysa demakchi. Masalan, deylar, soat 4 da tang atdi ekan deylar masalan. Ma jumhurning qarashida shu 4 da tang atilgan bo'lsa 4 dagacha to'xtasak bo'ldi. Zo'rlik qilishni. Bundan keyin biz dars yemaymiz deydi. Endi ma ikkinchi qarash aciz degan qarash shu, ehtiyotni ko'z tutganlar. Yo'q 4 da azan chiqib yo tang atilgan bo'lsa, biz 4 ga 20 minut qolganda zo'rlikni to'xtatib qo'ysak bo'ldi. 20 minut ehtiyotdan qo'yib qo'yamiz. Balki chiqib qolsa biz yapsag'am bo'la qolmaydi. Taqvodorlik jihatdan. Ar-rukn ath-thani wa huwa al-imsak. İkinci rukni bu yani Ramazan'ın ikinci rukni. Yemek içmek ve hakezadın özünü tutuşmak. Ve ecma'u ala ennehu yecibu ala s-saimil imsaku zamanas savmi anil mat'umi vel meşrubi vel cima'. Yani üç meselede icma var. Roz tutan adam üç nersini zaten kılmayı özünü tutuş gerek dedi. Yemek içmek ve cima'. لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالآن باشروهن dedi. Bashiruna yani icma qilsangiz bo'ldi demakchi. Endi va kulu vashrabu dedi ama demak uch narsani halol vaqt qilsangiz bo'ldi dedi. Yani tang atgan qadar, tang atgandan keyin qilmaysiz. To'xtashingiz kerak. Burun fal'ana bashirun burun bu keçidimi Ramazan'ın keçidimi cima qilib bo'lmaydi. Ruxsat yo'qdir. Yo'qmi shu Rasululloh evatilgandan keyin sahobalar Madinadagi chaqda Ramazan'ın keçidimi ayolga yaqin kelib bo'lmaydi. Ruxsat yo'qdi. Lekin sahobalar bo'lolmay, bu hamda qilib saldi bunday ishlar. Almallohu annakum taxtanuna anfusakum. Yani o'zing voyimda qilsak bo'lmaydi deb o'zing yana qilib salsizlar. Alloh taolo buni biladi. Shunda buniki munda qilinglar deb kanchilik qilib yengillatib kechida jima qilsangiz bo'ldi. Lekin kunduzda diqqat qilinglar. Ro'za tutsangiz bo'lmaydi demak. Kechirtirgan. Katta uxlab qolib bo'lsa bo'lmaydigan nimalar bormi shu islom shariatidami? Boshqa qiyin ahvollar bordi. Keyin unda yengiltirgan. Vaqtalafu min zalika fi masaila. Hamda mushu masalaga ro'za tutishga munosabatlik mushun qarta bir necha masalada ixtiloflashdi. Demak, mana shu quruqsa ijmo. Andin tuandiksa ixtiloflashgan masala. Buning ba'zi maskutun anha. Yani şeriatta bunda da ko'rsatmagan, lekin olimlar ixtiloflashgan. Yana ba'zi mantuqun biya, ba'zi oyat hadis kelgan. Oyat hadis kelganda oyat hadisning dalal o'xshamaydi-da. Uni tushuncha o'xshashmaydi. Ammal maskut anha, ama bu oyat hadis kelmagan, yani shariat bunun qarta biz narsa demagan masalalar cho'zsa, yahda fima yaridul jawfa mimma laysa bimughadhin. G'izo xarakterlik narsa emas ekan bu, lekin badanga kirdi ekan. Bu ro'zni sundiramdi, sundimamdi. Yo'q degan badam. Qo'saq deylar hozircha. Hozir qilmasa o'kol, tamoq emas, ozuqliqimiz yo'q narsalar kelib qolsa, badanning ichiga kirib qolsa, ro'zni sundiramdi, sundimamdi. Wa fima yaridul jawfa min g'ayri manfad at-ta'ami wash-sharabi mithla al-huqna. Mesela o'kolga o'xshash, yemek içmek odat kirdigan, yani kanayga kirdigan joy. Kanaydin boshqa ya yo'l orqali kirdigan o'kulga o'xshash narsalar demak. Manfazat taom va sharob degan taom va sharob o'tadigan demak kana ya gal deymiz. Ama shu galdan chimay boshqa yerdan chiqib qoldi. Bunidan chidi, ko'zdan chidi, quloqidan chidi yoki oq tarafidan chidi, bunda chirib qolsa, bu ro'zni buziltamdi, buzmamdi. Bu muhim masala ekan bu. Wa fima yaridu batina sa'ir al-a'da'i wa la yaridu al-jawf. Yana boshqa a'zolarning ichiga kirdi, lekin qo'saq qichmaydigan, ashqazonga deylar. Buni bo'lmaydigan narsa. Masalan, yarida dimag, masalan, odamning ming'isi chiqadigan. Ba'zi narsamda xudo hozir ma'nosi ming'im chiqdi deymiz-ku. Ya muzdek suv ichib salsa ming'im chiqdi deymiz. Lekin ma'vo hozir
Mesela ya istutak mesela ya başka aşında dara binası olsa mınıske onda verişi mümkün. Bunu doktorlar bilir belki. Hocam misal program şu zamanda okul bağlı kıymetli. Okul var. Üniversite uzun tövbe bo'lgan ekan Okul belki de uçaldık okullar. Manda janında belki şuna yakırak kıldıgan. Lekin köpünçe mavalık kilizm kıygandak mesela. Akım hakikat tarafke suyuqluk saldıgan ya da harisap bolgandak mani köz tutuşu mümkün. Bunlar degan. İstilah tarafta okşumaslık mümkün. İşte hukum deyken hazır. Buna şerciye deydi. Yani akım hakikat saldıgan kol degan manda. Kilizm kıldı deydi. O akı tarafke bir narsa tazlaşını kilizm kıldı. Uyg'urcha shunday deydi kilizm. Mesela tarat kılanmagan adam var mesela. Ya qattiq qavziyat olup ketdi. Tarat kılanmadı. Qanday qildi? Aq tarafdan ya soponi yamında suyuqlik tek yaqqa o'xshash bir narsani chigizib, o'zining ayrimanda saymallari var. Shu orqali andan yani bo'shtib, andan chiqardi. Odatda ko'p bunda. Demak, bu odamda badanga kiradigan narsalar bor. Lekin bu narsalar odat kanaydan kirma boshqalardan kirdi. Andan gıza karakterliki var, gıza karakterli emaslar var. Ve fîmâ yeridu bâtını sayril ada. Yani bazı azanı içi içirdi, lekin nimki qosaqqa bağmaydı. Mesela terinin teki bir okul sağım bolsa belki qosaqqa bağmaydı. Bunda burtup koysa belki qosaqqa bağmaydı. Ya ağzından arka şiş kılıp öpke isal adamın okulda nefeslenişke, o öpkeyle çırdı, nefes yolunu ravanlaştırdı. وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي. Ya talaşta sebep olan neyse, gıza bulduğun okuluyla gıza bulmaydığı okulunu birbirine kıyas kılış. Aslında ya da bunda deyiş gerek. Gayril mugazzi alel mugazzi deyiş gerek. Nas ne geldi? Mugazzi geldi. Kulu ve şrabu diyen mugazzi. Yemek ismi mugazzi. Yani mugazzi emas ne? Mugazzi kıyas kılamını kılmamdı. Hayır mağalım anda değişim mümkün mesela. Mugazzi kıyas kılamız. Biz asli şunda kılmaz. Lekin muallif yazışta biz aş yemek içmekni gıza emas narsa kıyas kılamdı da bunda tatini okuttu. Belki bunda isim qamlashib qolishi mumkin. Lekin bizning odat normal qoidada shunda qiyas g'ayri mug'azzi al mug'azzi deymiz. Demak, ashina aslami yemek içmekka o'xshashmi, o'xshash emasmi? Wa zalika annal mantuqa bihi innama wal mughazzi. Bu yerda hadis oyat kelgan nima? Gıza oldigan narsalar. Doni gıza emas narsani biz yani okulni yemek içmekka qiyas qilamiz. Al-asl müşahede yani el-makis aley yemek içmek, el-mughazzi. Hem de el-makis şu gayr mughazzi yani okullar herkese. Lekin okulun için mughazzi var, mughazzi emas var. Mesela glikoz mughazzi. Hem bu glikoz mughazzi de bunu adette kastanımda bir adam roz tutsam sal alsızlanıp kaldı kenme jallıqroq tetik turay charchab ketmay deb qatchida doktor kunduzlar qatchida tushgan chaqda glikoz saldırı tıpla bilan tetik seklab mang'oldisa bu çağ resmi buzuldu bu. Lekin hamda Asmakolun suyma. Asmakolna. Bu hamda odatda shu glikoz oldu ya tuz oldu. Ya tuz ya glikoz. Odatda g'izo olgan narsa. Lekin uning qandan qo'shimcha aralashtirib saldigan ahvol bo'lsa, boshqa narsani shuni qat'iy tutadi. Lekin jiddiy birsa olinib ketdi. Doktorga apadi. Apagan ekan u odam dasmasal etish kerak bo'ldi. Asmasalda bu qasdalik yo'q buningda. Tamam? Qasdalik yo'qsa, ruhsunda. Bu odamni Ramazon ko'tarib ketdi. Ya qasdalik bo'lmagan ekan da bu nima bo'ldi? U boshqa bir kun tutvasi bo'ldi. Lekin uni jazo bilan kelmaydi. Lekin anda xalqancha o'zi bir plan ve glikoz udritayasal bo'shab qolyaptimi deb plan qasddan buzdirasa o'chaqda kafaratni kep qilish mumkin. Boshidamdan kim urdigan ajib qolchi masalan. Shu ajibni biz qattiq zo'ril deymiz. Bayatida o'zidan ketdi, mashina vaqasi bo'ldi. Ya ciddi operatsiya kirdigan ushtum tutanda vaqt tanlash fursati yo'q. Lekin odat normal kishilarda amani kechda udiray ya elroq udiray 2 soatdan keyin udiray deb tanlash nimasi bor. Buni kunduz durdigan namashamlikka bo'ldi masalan. Qara odam homila boshqa kasallar uning odati ruxsati hamda keyin tutilish va hokazo. Bunda kasallik bor. Lekin normal sog'lom tutmuş bo'lmaydi odam. O'shanda vaqa bo'lib qolsa, tanlayoladi holatda olsa vaqtni. Namashamning kech tarafida o'tirmas. Tanlash mumkin bo'lmasa, endi jiddiychilik olsa, shu joyda o'tiramiz, lekin ro'z sunda boshqa bir kunda butun tutib olamiz. فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي. أم بهذا يرسل إلته biz tushunarliga illat deb qaraganlar bu chaqda okul va kazani tamoq qiyas qilmadi dedi. Joiz dedi. Demak, joiz deganlar bu. Lam yulhaq degan bir qatorda sanamagan ekan, o'xshatmagan ekan. Ma'noni tushunmaydi, mughazzi sunnatda deydi. Va man ra'a annaha ibada g'ayr ma'qula. Yo'q, buning
nimasi tushunilmaydi buning. Balki ham o tamoq yeyish, g'izo deganni cheklashmi bor, buning boshqa maqsadlari bo'lishi mumkin, sabablari bo'lishi mumkin deganlar bu chog'da za badanga hech narsa kirgizmaslik kerakmish edi deb qarab turdi. Amma yeril javoz savva baynal mughaddi va g'ayril mughaddi. Demak, ikkisi o'xshash. Va ikkisi o'rni olib qoldimi ya buning? Ma'na ma'qul deganlar mughazzilar ham to'xtab qoldi. Ma mughazzi emas, undan keyin bu illati aniq bo'lgan ekan, endi badan g'izolanmasin degan gap ma'vo. O'zsigan desa, unda g'izolanmasi hech qisi yo'q deydi. Endi ikkinchi qarash g'ayri ma'qula desa, yo'q bu g'izolanish uni tushunmaymiz biz. Bu yemek içmek muşunu kınman dedi, yemek içmesini kınmasan, baş tarafta mizaj sırıp kalsa, bu rüzün sundumaydı o deyiş gerekti. Alma şurada kalan deyip duramdı. Mesela rüzünü tutuştun zaten. Hikmet neme, rüzünün bunda vacip buluşunun sebebi neme. Dese hemen aslında burnuma mesela iddet tutuştun maksat neme dese. Bazıları da balba yokluğunu okup bakış. Mesela depakıdanı. Lekin illat haqiqiy unda ulam emas, yoki uning boshqa illat bor. Tahoratdan illat nimasi? Pokizlik. Mesela. Pokizlik emas, boshqa illat bo'lishi mumkin. Biz hozir tahorat oldik. Tahoratda qo'limizni aytmay turib, ya yelchi ketdi. Mesela ya qonni sundirganda qancha ketdi. Biz yana tahorat olamiz, badanimiz pokiz. Shunga o'xshash. Masalan, illatniki agar illatga balo bilishi mesela qolsa, ketgan bilan talaqdan keyin o'xshash olsa, onun ekan ya bir odat ko'rishilib tuyish kerak-da bu. Hozir shu odat. O nima chiqamdi, nimaga ketgandan keyin o'xshamaydi. Yani onun o'xshamasligi odatda bir xil ishpishqi, ayrilishga qarta ko'ngil yerim bo'ladi, bir xil vafodarlik. Chunki bu urush qilib, qapılışıp onu tillab ödün çıktı bunda bir ayrılık ketkiş yok. Bu ecel geldi öyle ketkenken bundan da yani bu amrak halette öyle ketken adam. Lavanken bunu uzrak bir müddet şiddet tutan gel. Onda mesela ganimet olacağının kalına edildi bir hayd. Eğer balığını olsa adet iddet olmay bir talakta. Yani bir adet ilallam uyanmayan bolsa da perizan bayıqtın bilmez. Bir adet ilallam balı bayıqtın malum buldu demek. Yok bunun amma belgisine illeti hadi bizga tuqulmaydi. Bu birli sabab emas, bir necha narsa ko'z tutilgan bo'lishi mumkin. Shuni ma'lum g'ayri ma'qul. Ta'abbudiy deb. Yani şu arlıqda balki insonning da o'ylanib bir to'xtalib rasmiy ajrashaymi yo yandirolaymi deydigan bir qarori bizga keladigan bo'lishi mumkin. Hozir qalay uning rasmiy emasini illatini deb chiqdimi? Yo'q. Deb baqalli bor lekin uningga hammalar ma'qul deb rasmiy shunday muslim illatgan deb ma'qul kelmaydi. Hammasi deb baqadi. Yangi illatni tep chiqishi mumkin. Bu ibodatning sirrangi bu. Chunki yaratuvchi Alloh ko'p narsalarni bizning jiq narsani bilgan ekan, bizning kallamiz yetmagan narsalarni ko'z tutgan holatda endi farz qilgan bizlar. Biz onu 10% düşünmemiz mümkün, 20%, 30% düşünmemiz bek ötkür alimler kesse, mesela onun 70% düşünmesi mümkün. Bunda mağdur. Demek ki menfaat müşahede kanay galdıdır. Ve tahsil-i medheb-i Malik. Yani İmam Malik, Maliki olan iken İmam Malik özne mazhabını bir bayan kılıp dedim. Ennehu yecibul imsak amma yasil ilal halqi min eyyil menafidi. Qaysi tüşüktin deyilmiş yani menafidini. Qaysi tüşüktin kemmisin zada kanaydilam özse, hem gızalandıgan halette yetip basa, yoki gızalanmadan bolsa yetip basa, bu rozunu sundurgan narsa. Yani bunun da ner turish kerak, chigizmaslik kerak badanga. Masalan, kanaydan chima bu bundan quyibdi. Buni o'zini ruzodo demoqchi. Bu masala ixtilof masala bir desmay hozir. Bundan chesimi yana aylanib shu kanaydan o'tadi, shuni demoqchiman. Yo'q, bundan chigan narsa g'izo bo'lsin, g'izo bo'lmasin, ruzodo. Lekin ama kanayga yetmabdi bu. Bundan qo'shib kanay yana bordi bu. Kanay bo'lmabdi. Yoki boshqa yerdan o'qdi, kanay bo'lmabdi. O chaqda o'zi buzilmaydi demoqchi. Lekin men hozirgi zamon olimlarining bunni mubah deb turmuş bağlayayım ha. Adiramda bir qancha qarash bor. Okul va kaza hech nima sunmaydi dedi Alloh. Okulni hamma turi. Bu bir qarash. Ikkinchi qarash shu hozirgi g'izo emas degan ayrish. Musha misol normal o'tahaldiroq qarashmish. Yana bizsa g'izo olsin, hamma sundirdi degan qarash. Hozirgi majmual fiqhlar balki shu okul sunmaydi degan yerga borgan bo'lishmi.
Yani bu bunda şu qo'sqon ichibsan, qo'sqon ichib ketdim, qatchi bir o'qiluvdiraya deb o'qiluvdirash bormi yo'qmi? Yo'q. Bunda ahvol bo'lmaydi bunda. Tamam? Qo'sqon ichib o'sib ketdi. Jiddiy ahvol bo'lsa udurmaysan. Qancha shekilli ko'z o'simi o qo'sqonning ochliqini sal besib turmaydi. Uning ustiga ro'zning illati, hikmati nima desak, bu insonning ayında o'zining ko'ngil tortgan, o'zirildigan narsani g'achchida to'sab, nuqtalab buni, o'zining shahvat, ko'ngil orzusi va gazani o'zini kontrol qila oladigan bo'lish, o'zini tuta oladigan qilish bo'lgan ekan. Bu yemek ichmak degan adam o'zirildigan narsa. Jimomi shu. Shunga o'zirildigan narsani shuni bog'lab qo'yadi. Endi o'g'il selishda o'zirilandi bir ekan. O'zirilmaydi. Davomiki onu sunması gerek. Yani şehva yani. Şehvet-i ta'am ve şehvet-i cima. Ma o şeklengeç. Ma okulsa işqa unda xuşta olup kaldığı adam yoktu böyle. Şuna bak okul bilen zaten sunmaydı diyen qaraş mı bu? Yaxşı qaraş. وَأَمَّا مَا عَدَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ yemek içmekten başka rozun buzultulan narsalar bunu kersek فَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ kullul ulema demekçe يَقُولُونَ اِنَّ مَنْ قَبَّلَ فَأَمْنَ فَقَدْ أَفْطَرْ Emmesi birdek bundayda söyleş arqılar meni etilip ketken bolsa o çağda rozu buzulup ketken buldu o deydi. Yani kaçtan ha bu? Kaçtan su septi. Şunlar ayacanı kütüp meni çıkıp koptu. Şunların rozu buzulup ketti. Onun başka söyleşlememesi onun başka tutuş, kucaklaş, oynaş, qarash degan hammasi o'z ichiga oladi. Va in amza falam yuftar illa malik. Hamda meni chiqmabdi, lekin mazi chiqibdi. Hayajonlanganda bu darajasi o'xshamaydi unda. Qattiq hayajon ketsa meni chiqdi. U darajaga yetmasa mazi chiqishi mumkin. Mazining manining farqi nima? Qanday ayiramiz? Ha bu etilib chiqadi. Bu etilmay o'zligidan balki adam to'ymaymi qilish mumkin unda chiqadi. Verdiğim var. Yani bundan türemez. Ama sürekli keyin çıkıdığan, bundan keyin de bana ayrıydı. Onun başka rengi, kırıkı ayrıydı kalın var. Demek bir şey etilip çıkış bilen, etilmay çıkıştan ayrıyımız ama. Şu menini ma'in dafiq dedi. Ama etilip çıkıdığan. Etilmese bu mezi oldu. Lekin mezi yani huzurlanışlan çıkıdı. Ama ki vedi, huzurlanmışsın. Kişi tarif kıyganda, ya ki eğir yük köteygen çağda, kuşep ketken vakit ketiş mümkün. Endi İmam Malik mezi yolab qalsa o'zi buzildi debdi. Çünkü bunda o'zirlanish var. Demak İmam Malik shu birinchi qarash turibdi mezida. Ko'pchilik olimlar ya mezida o'zi buzilmaydi debdi. Vaqtalafu fil qiblati lis-saim. Endi ro'zqa adam ayolini so'ysa qanday bo'ldi? Faminhum man ajaza. Ba'zilar joiz. So'ysa bo'ldi yani. So'yishning hukmi deydimi bu? Kelib chiqaga ish emaskan bu. Söz bulamdı, bulmamdı deyin gap mi? Ro'zda buzilamdı, buzilmamdı deyin gap emas ekan. Va minhum man karihaha lish-shab. Ba'zilar yosh yigit bo'lib qolsa, so'yash makruh debdi. Yosh yigit o'zini tutolmay qoladi. Va ajazaha lish-shayx. Aqsaqal bo'lib qolsa, qirraq odam bo'lib qolsa mayli. Chunki aqsaqallar unda tizaya jilim ketmas mumkin. O'zini to'xtatgan. Qadrimda so'yishning hukmini bir deydi deb, andin o so'ysa, andin buzilamdı, buzilmamdı deb mandardi. ومنهم من كرهها على الإطلاق بعض زمان مطلق يشوسن كروسن مكروه زاده دبتر فمن رخص فيها عند bu jaiz deb qaraganlar ro'z tutgan kishi ayolning so'yisi bo'ladi deganlar nima dalil qildi فلما روي من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم demek Buxariyda bor, Sahih Muslimda bor bu hadislar. Ro'z tutgan holatida ayolni so'yaverdi. Ruviya deb qaltam da hadis nimasida asla unda demaslik kerakda. Muhammadimiz faqat o'zining ayolini so'ysa deb. Albatta, musulmondan nima kutmas? Asli u so'ysa o'zining ayolini so'ydi u. Harom ayolni so'ymaydi. Boshqa ajnabiy bo'lib qolsa. Ajnabiy bo'lsa albatta. Buzilamda. Ya hozir buzilishdan hukmi emasmi? Hozir masala. So'rashga hech kim eslab qanday islam gençlikdan nima? Shunaqa ro'z qo'yib, ya bizning ayollar emas, boshqalarni ishlar bor unda nada bo'lsin. Shuni kim bo'lish kerak? Ya hozir bu yani şu so'yishning o'zi bu yat ayolni so'ygan taqdirda hozir biz asli o'zining ayolini so'ysa ba'zi mayli, ba'zi makruh dedi-ku. Agar makruh desa azroq gunoh bo'ladimi bunga? Shunami? Endi yat ayolini so'ygan taqdirda bu harom ishni qilganlikdan bir gunoh. Ramazon ro'za holat so'yganlikdan yana bir gunoh. Makruh degan qarashda. Bu menda necha qatolab ketadi. Ramazon buzilmas. Endi buzilishdan endi kelmizdi. Hadi ma'no aralashtirib o'tmaylar. Demak, Rasululloh mana ayolni so'ygan Hazrat Aisha.
ومن كرهها makruh deganning dalili nima desa falima yad'u ilayhi min al-wiqa' chunki bu so'z nimaga olib bordi oxirida taraqqiy qilib jimaga olib bordi wiqa' degan jima waqa'a degan jama degan wa shadda qaumun faqalu al-qiblatu tufattir mana bir ko'rib olimlar ayrim bo'linib chiqib unda söz Ramazan'ı buzurtudu. Vahtajju lidalika bima ruya an Maymunata bint Sa'd radıyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil qiblati lis-saim faqala aftara jami'an. Ro'za tutgan kishi söz bo'lamdi deb so'ragan chaqda har ikkisining ro'zasi buzilib ketadi. Ig'iz ochgan bo'ladi deb. Kharraja hadal athar at-Tahawi. Imom Tahawi muhaddisni rivoyat qilib, lekin ojiz deb qaragan. Demak, ojiz hadis. Biz esladığımız Abu Bukhari Müslim'deki seyyidisliğe eslayla hazır. Ama Yamir bir hadis sormuşlar. Yaş gelse onu tutkan yamir. Bu ikkilerini ayırganlarının delili. Yani şu hadiste iki kişini iki xil fatva bilan yo'l soldi. Lekin sahabalar, olimlar ikki kishining ahvoli qarasa, qanday ekan? So'ysang bo'ldi degan kishi yashangan odam ekan. So'ysang bo'lmaydi degan kishi yosh bola. Ma'nodan dalaqa yana bir qarashga tafsili ayirganlar bor. Qari bilan yoshning ayirganlarning dalili oldu. Nazmga baştaki inna men qabbala fa amna faqad iftara degan shuni keyin bog'lashtirib, agarda shu suyab qolsa, agarda ma'ni chiqsa, ro'z buzildi shundami? Ma'ni chiqmasa ro'z buzilmaydi. Bundan ham shu qolgan joiz emasligini o'ylanaki tahlil qilishning o'rni yo'qlamdi yoki agar boshda hukm deblamkin zodi so'ysa ma'ni chiqsa zodi ro'zasi buzilgan bo'ldi chiqmasa emas buzmaydigan bo'ldi buzmaydigan bo'ldi to'g'ri u gap tugdi zodi oyada gap andan ikkinchi ma'nosida so'ysam o'z joizmi joiz emas degandan keyin makruh deb hukm qilishning to'g'ri o'rni yo'qmi qanday ya hozir bu ikki narsaga chetirliq bu ikki haysiyat bor buning birisi bu ro'zani buzilish buzmasligi ikkinchisi shu ishning gunoh bo'lish bo'lmasligi şu iş kılırsan günah bulamdı mı mumdu? Söz bulamdı mı mumdu? Mesela değil mi? Bazılarında işekten kuyruğunu kötürdüğün gibi o. Fıkhamdı bu. İlim sorunu olan iken, bana mesela aydınlaştırışın misal bulalaydı. Kuyruğunu kötürsen özde hükmünü mü? Çekilenge iş bu. He, bana ayrım buldu. En de kuyruğunu kötürüptü bu. Ben hiç bıçak usul vacip bulamdı mı? Bana bir mesele. İki mesele. Bir iş için yani netçi taraftan hüküm bağlanıp gidiyor ahvalı. Ulan bu onda söz rozun bular bulmalı. He. Aslında şunu başta yaptığım olsa dikende ki. Abi oldu biz başta koyalım böyle. Bugün bana yanı toy kıldı dikkat kılmamız kıl. Ya ki bundan keyin toy kıldı Allah. Ramazan'da sen dikkat kılış gerek. Ya ki roz tutkan günlerde. Hem de Resulullah söyle ras. Ulan caiz. Resulullah kılırken caizim. Caizliğini bildirdi. Lekin bu tashqi ko'rinishi bir odatga bir ishda ko'ringan bilan bu insonda bo'ldigan o'zgarishlarning darajasi va maratiblar har xilda bu. Ama lavanken Resulullah emlekikum li irbi. Resulullah o'zini eng tutib oladigan zot. Balki so'z xotirjam so'ygan bo'lishi mumkin. Yani o'zini kontrol qilib to'xta oladi. Lekin boshqacha o'zini tutolmasligi mumkin. Lavanken bir farq bor. Ehtiyotan diqqat qilish kerak. Bo'lmaydi desak to'g'ri chiqmaydi chunki Resulullah so'ygan tursa. Tushuntirib qo'yish kerak adamlar. Lekin biz ham diqqatli islar deymiz. Yüzde kerak ya. Çünkü söyleşme neşkil oldu. Talat buzamız mı söylese? Boğan ayacağına bağlı. Neye çevirip toxtadı bu söyleş. Ay meclis kesse buzuldu. Men hiç kesse usul vacip oldu. Muşam. İmam Şafii ayağı tutup koysun da Ya o zaten tutup koysa ama mutlak tiyip kesip kalsa buzuldu. uzun değil Şafii. Şuna Şafii mezheptikleri bazı ayarlara yan sokakta mesela yan tartağın lafası hele tartağın sındırıtma da toxtup koydu. Kaç kan tutup koysa tersini gidiyor. Onun delilini ben. Mes la mestumun nisa. Şu an lemsle mesne ayrıydı. Demek ya söyleşinin üzümü neş türlük hem. Yani derecesi mi neş türlük. Bizden Afgan fuqahadan Abdullah Semerkandi söyleşigen 5 türlük oldu dep ayırıptık. Mesela ervla ayağının söyleşi şehvet söyleşi, dadının balını sevgi şefkat söyleşi, onun başka hürmet söyleşi mesela. Alimnin kolunu söyleş, bu hürmet söyleşi. Dep aşında ayrıgan ahval var. Kırındaşlık söyleşi emmese ayrım. Yani söyleşinin derecesi yüzeyki söyleş var, çonkur söyleş var. Bu ayacanlışının derecesine bağlı. Şuna biz seyyedisik tayinip caiz deyimiz. Şu doğru. Ama özeni tutanmaydan bolsan dikkat kıl. وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنْ هَذِهِ مِنْ قِبَلِ الْغَلَبَةِ وَمِنْ قِبَلِ النِّسْيَانِ قِبَلِ الْغَلَبَةِ degende mecbur olup qalğanında. Şunga zürül olup qalğan ahvallar. Yoki unutup qilish jihatdan bo'lib qolgan ahvollar kelsak, fal-kalam fihi 'inda al-kalam fil mufattirat va ahkamiha. Bu qanday narsa ro'zni buzutadi deb ayrim to'xtalamiz. Shu yerda undan bayon qilamiz buni dedi.
وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به yani bu meselenin içinde ya ayet iniq kelgan mesele kelsak, mush imsak münasibetlik, kal hijama vel qay, qon oldirish va qay qilish deydi. Shaychi bo'lsinmi? Bu masala uzroq turdi. Allohu alam.